Eğer de sizin dükkanınız olsa bu video albatta siz için. Dükkanınız savdosini 2 barabar oshirishni istaysizmi? Buning uchun ishlatish kerak. Eng kuchli bir dona mahsulotni tanlaymiz. Eng kuchli deganim sababi sezonida shu mahsulotimizni arzon qo'yamiz. Masalan, hozir yozda nechta mahsulot? Salqin ichimliklar, tarvuz, qovun, shunga o'xshagan narsalar. Maqsad bir mahsulotdan foyda ko'rish emas. U ortigan mijozlardan foyda ko'rishdir. Masalan, mijoz shu narsa arzon bu do'konda deb giradi, lekin shu ko'rish narsani olib ketmaydi. Bir narsani deb giradidan boshqa mahsulotlar. Bolalarga narsa olish mumkin, uyga yana boshqa kerakli narsa olish mumkin. Bir mahsulot izini boshqa narsalarni ham sotib olishga yo'l ochib beradi. Buning bir do'konni bilaman, bananni bahosini tushirib, shuni donalikka optimum darajasini erishgan. Mijozlash banan shu yerda arzon deb giradidan boshqa mahsulotlarni ham olib ketadi. Hozirgi kunda odamlarga aksiyadagi biram arzon, biram aksiyadagi mahsulot kerak. Hammadan burun borib olishga harakat etadi shu narsani. Do'konchi o'ylaydi, zarar ko'raman deb, lekin bu zararga girmaydi. Shu aksiya qo'ygan mahsulotning orqasidan yuzlagan, minglagan klientlarni o'zidan jalb etib keladi. Lekin yana bir savol, zo'r aksiya qo'ydingiz, odamlar buni nega ishladi? Shu borasida biz sizga yordam beramiz. Agar biznesingizni minglagan odamlar maksimal darajada tez ko'rishini xohlasangiz, bizlarga murojaat qiling. Kerak bo'lsa odamlar to'xtab tomosha qiladigan darajada tanlab beramiz. Yanada shuni biznesingizni rivojlantiradigan loyihalar, rejalar kerak bo'lsa, bemalol Husanbek Alimovich kanaliga obuna bo'lib qo'ying.